Merhaba Hadiruna, kun issiqligiga qaramay men juda ham ko'p choy ichaman. Ba'zida suv ichishni esdan chiqarib ko'proq choy ichaman. Bu zararlimi? Bilasizmi Sabinaxon, choy ham zararli, ham zararsiz deb ayta olaman mutaxassis sifatida. Chunki bilasizmi, har bir narsada o'z me'yori bor-da. Choyni ko'p ichganimizda biz hujayradan tashkil topganligimizni hisobiga bizning hujayralarimiz choydan suvini olishi uchun charchaydi. Biz hujayralarimizga o'z suvini berishimiz kerak. Bilasizmi, agar siz choy ichaversangiz, ichkarida hujayralarimiz o'ziga kerakli bo'lgan suvni ola olmasdan charchoqib, turli xil kasalliklar kelib chiqishi mumkin va siz kerakli joyga suv yetkazib bera olmay organizmingizga juda ham qiynalib qolishingiz mumkin. Bu yillar mobaynida sizda shakllanadi. Suv haqida har kuni gruppamda, Telegram kanalimda juda ham yoritib boryapman. Agar sizga suv haqida yana ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol Telegram kanalimga o'tib, bemalol foydalarini bilib olishingiz mumkin. Shunda siz bemalol choyni ham, suvni ham o'z o'rnida ichishni o'rganasiz.